Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Mana kecha karom ekdik, suvni ochib qo'yganmiz oralatib. Bu yoq eski ekilganlari, stakandan emas, ko'chatdan ekilganlar bular. Bular ko'chatdan ekilganlar, yaxshi hammasi ko'karib ketdi. Ko'chatdan ekib ko'kartirishga qiynalardik. Bu ham kecha ekilgan. Ozgina bu yerda yer qolib ketdi. Kecha ekvordik, mana oralatib suv ochib qo'yganmiz. Suv quyib ekdik ko'chatlarga. Suv quyib ekildi. Xudo xolasa mana birinchi mingtalik ko'chatimiz bor edi. Sizlar ko'rdinglar. Ko'rsatib o'tdim shu yerda. Kultivatsiya qilyapmiz. Mana ancha o'sib qolgan. Ancha ballalashib, xudo xolasa bunga dori solamiz. Mingtalik ko'chatimiz mana batareyalari bor orada. Mana batareyalari bor, bo'ladi baribir. Lekin juda kam batareyasi. Yaxshi chiqdi. Xo'sh. Bu yog'i o'sha aytganimdek ko'chat ekilgan joylar. Bu yoq stakan ekiladi. Kecha stakan ekdik. Mana sug'orilayotgan joylarda kecha stakan ekildi. Qolib ketgan stakanni hammasini ekvordik. Endi joyimiz 55 sotik bu yerda. Bu yerda 55 sotik joyimiz bor. Joy qolib ketyapti deb 15 sotikiga chimchi ekvordik. Ko'chat yetmay qoldi deb mana shu yerdan bu yoqqa chimchi ekvordik. Chimchini naryoqda 1 gektar yerimiz bor. O'sha yerdan ko'rsatish boshlayman. Ekishni hammasini ko'rsataman. Kichkina yerda ko'rsatgim kelmadi. Shu 15 sotikka chimchi ekvordik, lekin anta ko'chatimiz qolib ketdi. Biz chamalodikki, ko'chatimiz shu yergacha yetadi deb chamaldik. Yo'q, ko'chat qolib ketdi. Endi naryoqda yana bitta ariq ekvoramiz. Xo'sh, kuzatishda davom etinglar. Mana kecha ekilgan karomimiz ancha zaif, mana ko'rib turibsizlar. Ancha nimjon. Xudo xolasa mana bunaqa darajaga yetib qoladi bir haftalarda. Endi bunga bitta suv qo'yamiz, keyin buni ham kultivatsiyasini boshlaymiz xudo xolasa. Suvdan keyin narigi mingtalik ko'chatimizga hali nima dori sol, nima dorilar solamiz, qanaqa qarorimiz ko'rsatib o'taman videoning davomida. Hozir kultivatsiya qilib, keyin ariq ochishdan oldin jarayonni ko'rsatib o'taman. Bugun 6-iyul 2026-yil. Videoning davomida ko'rsataman. Assalomu alaykum. Mana ariqimizni ochyapmiz. Bittasidan mana bunaqa ikki yog'ini chizib beradigan qilib olganmiz motopilamizga, motoblogimizga. Yurganimizda ikki yog'ini chuqurroq qilib chizib berib ketadi. Biz o'sha karom tegiga dori tashiymiz. Hozir bu dorimiz sulfat, amofos, karbamid, kaliy keyin. Tak. Bir qop sulfat, bir qop karbamid, 10 kilo kaliy, 2 qop amofos aralashtirilgan. Shu tartibda aralashtirib mana xudo xolasa ko'chatlar tegiga mana solib chiqamiz, chuqurchoq bergan joyiga. Mana chizib berib ketadi ikkovini. Oralatib beryapmiz dorini. Buni ariqdan bersak, keyingisidan bermaymiz, bundan keyingisidan beramiz. Shu tartibda qilyapmiz. Kuzatishda davom etinglar. Keyin karomni qachon noto'g'ri ekishni o'rgatma, qachon ekishni o'rgatma deyishgan. Men birinchi videoyimda, karom videoyimda mana shu mingtalik ko'chatni ko'rsatganman. Bu o'rtaki tugaganda chiqadigan ko'chat. Bundan kam ekkanmiz. Aslovnoy mana kecha o'tgan kuni ekilgan karomlar. Katta parkka. Shunga qarab ko'rasizlar. Salbiy fikringlar bo'lsa ham bildiravringlar. Baba. Biz o'zimizga qilgan ishni ko'rsatyapmiz. Hech kimni majburlayotganimiz yo'q. Falonchi sana ek deb. Biz qachon ekyapmiz o'zimiz, nima ishlar qilyapmiz, o'shani ko'rsatib boryapmiz. Xohlaganlar bo'lsa
ko'rib o'rganish mumkin. Xohlaganlar bo'lsa o'rganmay ko'rmasligi ham mumkin. Tinch bo'linglar, sog' bo'linglar, charchamanglar.